Assalomu alaykum, Turk tili onlayn kuzatuvchilari. Bugun 4-yanvar, blogimning 4-kuni. Kech bo'lib ketdi. Kech bo'lib ketishiga qaramasdan, men yana hozir harakat qilib, bugun qolib ketmasligi kerak, bergan va'dam ustidan chiqishim kerak degan holda reels olishda davom etyapman. Ushbu reelsda aytib o'tadigan mavzuyim, ya'ni mustaqil tarzda shug'ullana olmayman, tepamda kimdir turishi kerak degan o'quvchilarga chiroyli bir maslahat aytib o'tmoqchiman. Siz mustaqil bo'lishga har doim harakat qiling. Agar mustaqil bo'la olmas ekansiz, biror bir narsani, faqatgina bir til yoki biror bir narsani o'rgana olmaysiz va undan tashqari boshqa sohalarda ham siz mustaqil bo'la olmaysiz. Kimdir sizga har doim aytib turishi kerak. Ya'ni kimdir buni qil, uni qil, mana buni yoz desagina qiladigan bo'lib qolasiz. Shuning uchun o'zingizni shaxsiyatingizni rivojlantirishingiz uchun ham albatta siz mustaqil bo'lishga harakat qilishingiz kerak. O'z fikringiz, o'z tanqidlaringiz, o'zingiz mustaqil biror narsani egallash, o'rganish, mana shu narsa sizda shakllanishni boshlaydi. Shuning uchun mustaqil bo'la olmayman, o'zim bo'lsam qila olmayman degan narsani sekin tugating, to'xtating, harakat qiling o'zingiz. Shundagina faqat bu sohada emas, boshqa sohalarda, hayotdagi boshqa mavzularda ham mustaqil bo'lishga, boshqa sohalarda ham o'zingizga imkoniyat yaratasiz, ya'ni shaxsiyatingizni rivojlantirish uchun. Agar fikrlarim to'g'ri bo'lsa, fikrlaringizni yozib qoldiring. Qayerda balki xato qilgandirman, men o'zimni fikrlarimni aytib o'tdim. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Obuna bo'lishni unutmanglar.